Manzil Toshkent shahar Novza metro bekati Korzinka supermarketi yonida. Family Story oilaviy kiyim do'koni. Optim trikotaj bazani kiyim do'koni. Men hozir kilo optim kiyim bazani Novza bekatidaman. Novza bekatidagi do'kondaman. Hozir bu yerda assortiment juda ko'p, donali, kiloli mahsulotlar. Xoslarni bu bilan narxlari bilan tanishtirib o'taman. Mana bu mahsulotlarimiz eksportdan qolgan ikkinchi sort mahsulotlar, lekin eksport mahsulotlari. Mana bular 99 ming so'm, 1 kilosi 99 ming so'm. Bu yerda erkaklar futbolkasi, bolalar futbolkasi aralash ko'p mahsulotlar bor. Hozir bitta futbolkani tortib ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi sort futbolkamiz, Muskov futbolka 48-razmer. Kilosi 99 ming so'm, 15 ming so'm chiqdi mana. Mana futbolkamiz. Defekti bor. Defektini topib olish kerak ekan. Mana sochiqlarning assortimenti juda katta. Har xil rang, har xil variantda. Qo'l sochiq, yuz sochiq, salfetkalar assortiment juda ko'p. Bularning kilosi 115 mingdan. Sochiqlarning kilosi 115 ming so'm. Hozir mana bittasini tortib ko'rsatamiz. 11 ming so'm chiqdi. Buni kattaligini bitta ko'rsatib olsangiz. Mana. Salfetkalar mana kichkina. Salfetkalar 5 ming so'm chiqdi. Bu qalin, suv tortadigan variantlaridan. Mana. Qo'l sochiqchalar 8 ming so'm. Mana bu mahsulotlarimiz kiloli pijama mahsulotlari ayollar uchun. Bular 200 ming so'm kilosi. Mana. Xilma-xil assortimentda. Yo'da mana bolalar uchun o'zbek ishtonlari ham bor, trikolari. Ularning ham kilosi 200 ming so'mda. Har xil assortiment. Mana bularni ham sizlarga 200 ming so'm qilib beramiz mana. Kilosi 200 ming so'mdan. Detskiy kiyimlarimiz. Bolalar uchun futbolkalar, pololar. Bular 200 ming so'm kilosi. Hozir bulardan ham bitta qorozlarga qo'yib tortib beraman, ko'rasizlar. Mana jenskiy pijama, ayollarning pijamasi 200 ming so'mdan 60 ming so'm chiqyapti. Buni ochiq varianti mana. Eksport mahsulotlar, pijamalar. Bu 48 ming so'm. Yozgi variantlar bular. 8 ming so'mlikni ochig'i. Mana dvoyka bu. Ayollar uchun pijamalar. Mana bu yangi uzun varianti mana dvoyka. 73 ming so'm. Kilosi 200 mingdan. Hozir buni ochiq variantlarini ko'rsatamiz. Bu mahsulotlarning hammasi 260 ming so'mlik. 1 kilosi 260 mingdan. Mana 260 ming so'mlik mahsulotlar. Bodilar, ko'ylakchalar, pijamalar, lasinalar qizlar uchun. Mana. O'zbekniki, kiviniki. Nima deyapti bu futbolkalar mana? Shortigi bilan. Bularning kilosi 260 ming so'mdan. Assortiment. Qizlar uchun, ayollar uchun. Mana ko'ylaklarni qaranglar, O'zbeknikini. 260 ming so'm kilosi. Hozir men sizga shuni tortib ko'rsatib beraman. Qizchalarga ko'ylakchalarimiz 260 mingdan 22 ming so'm chiqyapti. Hozir men buni ko'rsataman ko'ylakchani. Shu ko'ylakchamiz 22 ming so'm chiqdi. Biz 10 ming so'm, 10 ming so'm mana.
Shu bodiyimiz 10 ming so'm. Bolalar uchun yana bodiyimiz bu polo bodiyli 16 ming 17 ming so'm ekan mana. Bu razmeriga qarab sal plus minus bo'lishi mumkin. Mana shu polo body Uzbekniki eksport. Mana materiallari ham juda zo'r. Mana futbolka shortigimiz 6 yoshga 57 ming so'm. Dvoyka futbolka shorti mana Kiwinikidan mahsulot. Juda chiroyli, materiali supreme. Pechatlarini ko'ryapsizlar. Bu shortigi bilan. Shortigi 2 iplidan. Mana. Bu mahsulotlarimiz ham 260 ming so'mda. 260 ming so'm. O'ta donali mahsulotlar ham bor. Donali mahsulotlar, mana Turkiya mahsulotlari donali. Mana bitta xaridorimiz mahsulot olyaptilar, 152 ming chiqdi. Hozir bularga nimaligini tanishtiramiz. Bu yerda Dvoyka, Sellaniki. Mana shortigimiz. Shortig yana bitta. Mana ko'ylechi. Futbolka mana. Общий nechta mahsulot bo'ldi shunda? 5 ta mahsulot. Hozir sinimiz ikkita ko'ylak olyaptilar. Hozir bularni kilodagi narxini ko'rsatib olaman sizlarga. Mana mahsulot. Hozir kilosini qo'yib beramiz. Bu bazamizning kiloli donali do'konida, Toshkent shahridagi donali do'konida bu narxlar. 27 ming so'm chiqdi. Bittasi. Ikkita ko'ylagimiz 54 ming so'm. Qizlarimizga. Necha yoshga? 5-6 yoshga. 5-6 yoshli ko'ylaklarimiz 54 ming so'm ikkitasi. Xalatlarimiz vafelli variantda. Bular 165 ming so'm. Mana xalatlarimiz. Mahroviylar 210 ming so'mda. Suv shimadigan variantlar. Futbolkalarimiz 50 ming so'mdan donaga. Har xil, mana Samoniki bor, Aminaniki bor. Mana. Ranglari, assortimentlari. Pechatli, pechatsiz. Qandayniki 50 ming so'm bular donaga mana variantlar. Do'konda mahsulotlar. Variantlar. Dam olishlarga ketayotgan bo'lsanglar, toqqa ketayotgan bo'lsanglar, uy ichilarga kiyishlar uchun mana assortimentda bemalol kelib, yo'l yuzida do'kon, to'xtab olib ketishinglar mumkin. Bolalar uchun, o'zinglar uchun, ayollaringlar uchun assortiment juda ko'p mana. Do'konda har xil trikotaj mahsulotlari. Kelinglar, oilanglar uchun sifatli trikotaj mahsulotlarini xarid qilinglar. Mana damashli tapochkalar ham bor bu yerda 50 ming so'mdan. Damashli tapochkalar 50 ming so'mdan mana. Mana ayollar shtollari, shtapl shtollari ekan. Bular 80 ming so'mdan 100 minggacha har xil assortiment, ranglari. Velikallari 100 ming, kichikroqlari 80 ming ekan, anaqa variantlar. Do'konda yana xalq uchun rasprodaja mahsulotlari mana 35 ming so'mdan futbolkalar, har xil mahsulotlar, donali mahsulotlar 35 ming so'mdan. Bular rasprodaja mahsulotlari. Mana muskoy ichki belyo'lar, muskoy belyo'lar bor, bitta maykalar bor, turskilar bor, Garantex mahsulotlari. Naskiylarimiz bor.
tashrif buyuringlar, sifatli mahsulotlardan xarid qilinglar. Kelsanglar maqsad olmasdan chiqib keta olmaysizlar assortiment ko'pligidan. Maza qilib oilalar uchun, farzandlar uchun, yor birodarlar uchun shu yerdan sifatli mahsulotlarni, trikotaj mahsulotlarini olib ketinglar va ularni xursand qilinglar. Do'konda kutib qolamiz.